xanımның bir köngül sözü belki anlaytaylı ya. Salam, bugünkü muş faaliyetimizge qadam tekshirib qilgan barliq isil suyumli qarindoshlardan salam. Bugünkü muş faoliyatni uyushtirgan noyda ko'p jabo chekkan Humalim shirkati hammalarinki ushbu vaqtga xayrlik bo'lsin. Bugün mana bizga o'xshash mushundaq o'zimizning qaysarligimizda yashayotgan qarindoshlarga suyumli san'atchilarimizni yuzlarini ko'rishtirib, bizga mushundaq bir ahamiyatli bo'lgan faoliyatni o'rnashtirib bergan Shavkat akamga ko'p rahmat aytaman. Yuqorida Shamsiyadan o'zinki mehrlik, muhabbatlik so'zlar bilan bizni nihoyat yaxshi tasvirlab berdi. Ham shundaqla bizningki faxrlik san'atkorimiz bo'lgan, men eng yaxshi ko'radigan sevimli adam Sanobat do'stlarimizmi bizga nihoyat chiroyli bo'lgan ismlarni qo'ydi. To'g'ri, haqiqatan biz garchi jismoniy jihatdan ojiz bo'lib yorilib qolgan bo'lsakmi, ammo lekin biz hargiz jamiyatga yuk bo'lmasligimiz kerak. Balki rahmat insonlarim. Balki jamiyatdagi ba'zi bir qism nodonlikning patqiqiga yetib kelayotgan shunday kishilarga ulgu bo'lib, haqiqiy g'ayrat jasoratimiz bilan yashashimiz kerak. Men tuvanda mushu yerga jam bo'lgan barliq suyimli qarindoshlarimga o'zimning oddiygina ijod etgan hayotni suyib ziyoda nomli she'rimni sunish orqali sözümni oxirlashtirmay, rahmat sizlarga. Hayotni suyib ziyoda misoldir biz qanotsiz qushqa, majbur ammo yana uchishqa. Tirishmasak bo'lmaydi zinhor bu hayotda sharaf quchishqa. Aciz bo'lg'ash faqat jismimiz, meyib balkim tilda ismimiz, ruhimizda g'ayrat jasorat shuncha o'tliq bizning mehrimiz. Qiynalsaqmi hayotni suydik, mushaqqatning o'tida kuydik, tovlanmoqning sinoqlarida bilmagan ko'p hikmatni bildik. Oson emas har kimga yashash, to'g'ri emas qismatdan qaqshash. Shundoq sog'lom bo'lolmasaqmi, yashab keldik saqlarga o'xshash. Ah ko'nglimiz oppoq qor kabi, hech maqsadsiz so'zimiz tabiiy. Yaxshilikqa yaqindir har dam, pok dilimiz shunchalik sabiy. Kamchiliklar bo'lmasa deymiz, umid bilan yashash va'dimiz, ishonchimiz olamga tangdosh, parlaq cho'qim go'zal atimiz. Yok emasdir ruhiy meyitlar, ular mecruh, ular g'iriblar. Nodonlikdan turmasak yiroq, saqaytolmas hatto tabiblar. Qolsaqmi gar gohi piyoda, bo'lsin bizda sunmas iroda. Qaltis bizlar yashaymiz xo'shal, hayotni suyib ziyoda. Voy rahmat saqam. Jinim saqam da ketdi. Rahmat jinim saqam. Hammalarning ko'ngil so'zi bu shundaqmi? Rahmat.
texmi mag'rur yashang singlim. Hammanglarga rahmat, uzun turg'izib qo'ydik. Rahmat. Texmi yaxshi ishlar sizlarga hamroh bo'lg'ay. Aman bo'linglar, kelar qitim ko'rishganda texmi parlaq kulib turishinglarni umid qilaman. Rahmat.